Hammasi yaxshimi? Kamchiliklari yo'qmi? Kamchilik shu kecha moshinani olib qo'yishdi. Iye. Mashinaga pul berildi-ku. Beruvdan ozgina kamomati bor edi. Pulini ham bera olmayapsan mashinani. Raqamni yoki holatni ko'rasiz-ku. Ko'raman, nima qilay? Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Endi nima deysan, ukam? Ol bu yoqqa kal. Raqamni yoki shu bilan tirikchilik qilib turibman men. Bola chaqam boqolmay shuni orqasida. Tirikchilik hammada bor. Kalitni bu yoqqa olgan, klient kelgan, ko'rsatishim kerak mashinani. Xavotir olma, mingan narsalaring rasxod qilib, raznisasini to'layveraman. Unaqa birovni haqqi menga kerak emas. Qo'rqadigan odammiz biz birov haqqidan. Kalit ol. Ayni. Ishxonang kirib, sen ishxonangga qarab, men haliroq kelaman, xo'p? Hali 20sini ham qilishimiz kerak. Shartmi shu? Boy, nima deganing bu? Odamlar nima deydi? Aytganimdek holat shunaqa. Shunga qanaqa sharoit qilib bera olaysan? Markabda o'zi O'zbekiston bo'yicha eng arzoni 23 talik yiliga. Keyin bizada borib moshinani to'polon qilib olib qo'yishlar yo'q. Tushuntirsa, maqsad to'lash bo'lsa, 2 oygacha kutamiz. Sendagi mashinalar hammasi qimmat ekanda do'stim. Agar bizdagi mashina ma'qul kelmasa, ko'chadagi xohlagan mashinasini olib beramiz. Olib berayotganda kraskasini, motorini, ходовойini, korobkasini tekshirib, kafolati bilan senga olib beramiz. O'zingda. O'zimiz tekinga. Zo'r. Mayli o'qi. O'ta rahmat yordaming uchun. Assalomu alaykum. Yaxshimisan do'stim? Ketdik joyga borib kelamiz. Qayerga? Yura qolsangchi. Okay. Men nomga tuzoqlar shuni mashina? Albatta. Agar 30% to'lov qilganingizda bizning nomimizda turadi. 50% to'lov qilganingiz uchun o'zingiz nomingizga faqat taqiq asosida chiqadi. Maro bo'lsin, zo'r mashina tanlabsan. O'zimiz yoshligimizdagi Nexia-ku bu. Afsonaviy Nexia. Markab insonlarni A nuqtadan B nuqtaga yetkazuvchi vositadir. Yaxshilik va yomonlik ham ayni shunday. Insonlarni yo jannatga yetaklaydi yoki do'zaxga. Shuning uchun hayotingizda ko'proq yaxshilik qiling. Zero insondan faqat yaxshilik qoladi.